Bu holatni juda ham ko'p joyda ko'rgandirsiz, lekin bu narsani aniq qilishingiz kerakligini isbotini men sizga ko'rsataman. Oddiy narsa. Oddiy baklashka arzimas. 5 so'm turmaydi menimcha, turibdi tekinga podatka qilishadi. Mana 5000 so'm, 8000 so'm turadigan chayni soda orqali biroq yo'llardagi shamollash, har xil balg'am kelishlari va o'pkan очищенияsi uchun oddiygina sizga ingalyator tayyorlashni o'rgataman. Ozgina vaqt mana shuni erigandan keyin nima qilasiz? Bu muolaja sizni biroq yo'llaringizdagi haqiqiy shamollash va balg'amni ajrata olmayotgan, anchadan beri yo'taldan qiynalayotganlar uchun juda ham ajoyib effekt beradi. Ko'p joyda ko'rganman demang. Buni qiling, yaqinlarga ulashing. Kommentariyada qayerdan kuzatib ketayotganingizni yozib keting.